Aziz tomoshabinlar va do'stlar, bugun sizlarga kichik ustaxonamizni tanishtirib o'taman. Endi bo'lsa ketdik. Bu yerdagi asbob-uskunalarni teng videolarimda sizlar bilan nima uchun ishlatilishini bo'lishib o'taman. Va eslatib o'tamanki, bu yerdagi har bir asbob-uskunalar bizlar uchun juda qadrli va adam tomonidan yasalgan uskunalar ham bor. Bu yerda har xil turdagi yengil va eski asboblar ham bor, ammo bular eski bo'lishiga qaramasdan juda katta vazifani bajaradi. Nima uchun adam bu sohaga kirib kelishlarida birinchi sotib olgan tranzistor tester. Bunda tranzistor va rezistor o'lchanadi. Ya'ni NPN yoki PNP kanalligini o'lchab beradi. Buni zamonaviyroqligi bor. Chiqildi. Qolganingizdek. Hozir endi boshqasiga o'tadigan bo'lsak, bu ko'rganingizdek, mana birinchi bo'lib olgan multimetrim va buni kattarog'i, kuchlirog'i bor. Juda katta. Agar bu bilan buni solishtiradigan bo'lsak, bu orqada qolib ketadi. Hayotda o'zingni to'g'ri deb bilgan ishingni qil. Odamlarning fikri har kuni o'zgaradi. Bu yerdagi asbob va uskunalarni chuqurroq ma'lumotini bilmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'lib qo'yib va men izlashni davom eting va bu yerdagi har bir asbob uskunalarning ma'lumotini bilib olasiz va foydali bilimga ega bo'lasiz. Xayr, ko'rishguncha salomat bo'ling.